Mani sevgi qilsam bu fantastika. Yoshim 23 da tut daraxtida turib tutyapman. Birdaniga shox sindi, pastga quladim. Lekin yumshoq tushdim. Qarasam tegimda bitta chiroyli qiz yotibdi. Ismingiz nima desam, qarab basharangiz qursin dedi, cho'loqlanib ketib qoldi. Bu voqeadan 2 yil o'tib mashinada ketyapman, tuman kechasi birdaniga qo'yib turtib yubordim. Hayajonda mashinada tushdimda, nima bo'ldi ekan deb qarasam, o'sha tut daraxtida ustiga tushib ketgan qizi. Menga qaradida, qanaqa falokatli insonsiz dedi-da, yordam berishimga qaramasdan ketib yubordi yana. 3-uchrashuvimiz do'stimning to'yida bo'ldi. Davra qiziga ham raqsga tushyapti. Men shampanskini ochaman deb turgan paytim probka uchib ketib, shu raqsga tushayotgan ayollarning bittasini boshiga kelib tushdi. Yugurib bordim, yordam beraman desam, keyin oldida qizi ham kelib qoldi. Ona sizga nima bo'ldi dedi. Ko'z bilan qarasam, o'sha tutda ustiga tushib ketgan qizim. Jahli chiqib shunday grafinni oldida boshimga qarab bir urdi, men hushimdan ketdim. Eng qizig'i meni u ishlaydigan politsiyaga olib borishgan. Ertasi kuni ukol qilaman deb xonaga kirib meni ko'rdida, "Ey Xudo, qaysi gunohim uchun deyordi." Shundan keyin men uni uyiga sovchilarni jo'natdim. Endi boshim sal chayqalgani uchun boshqa manzil berib yuborganman. Ular borishgan, boshqa qizga meni unashtirishgan. To'yimiz bo'ldi u qiz bilan. Hozir ikkita shirindan shakar farzandlarni ota-onasi bo'lib yuribmiz.